Yar Muhammed Tahir Toğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldıda Nur Jamal. İkinci, düşmənlik və bexəterlik. Yığı bir bolsumu mingdir zeyni, ming bolsumu dost, az dəb bil onu. Yusuf Xasacib. Farzand tərbiyəsi diqqət qıldığan yana munda bir iş var. O bolsumu ballarını kiçikdən tartıb, zerek, hoşyar bulub adamlarını toğır tunuşqa, dost düşməni toğır fərq etişki yetəkləş gerek. Ballarda güdək çağlarda ularının turmuşunu düşünüş qızğınlıq yoxur buldu. Adamlar qarğanda tunuş eni çoğur bulmaydı. Hissiyatı köpürək bir oldu. Şunun üçün ularda səmimi, aqgönül adamlardan qaçıdığan, saxtipəz, hiligar adamlar gəlişidiğan, uyğun qızıqdırğanlarını dost bilib, ögünüşkü istiraq qılğan dostlarını yaman gördüğən əhvalların peyda buldu. Bulubmu, ballar ösmürlük məsumdan yaşlıq məsumige ötüş məzgildə ularda qaramlıq, təvəkkülçülük, özbeşimçilik, özlük təmənna qoyuşqa oxşaş pixsik əhvallar bir qədər hökümranlıq orunğa çıxqan buldu. Turmuş təcrübəsi çonqur bolmağanlıq üçün köpünç həvəsgə berilib getidu. Qılıbatqan işinin payda zeynini anca olub getməydi. Manga yolunun özünü nə gelib bervatqanlıqağa taza etibar verməydi. İşinin axirini görəlməydi. Ularda müstəqillik bilan beqindiliq, anlıqlıq bilan gödəklik oturusida kəskin ziddiyət buldu. Ballarda küçlük müstəqillik, xaslıq ifadələnді. Özlərə bolğan bahası yuqur bulub, öz işığı başqalarının aralışışını xalamaydı. Çoğunlarının sözlərə anca işənməydi. Ata-analары nəhayət diqqət qılmasa, farzandini qoldan çıxırıb qoyduğan məzgil dəl muş ötküncü dəvrə hesablandı. Ösmürlük və yaşlıq dəvrəyə ötüş haripsidəki ballarda dost düşmən toğrusudakı biliş çonqur bolmaydı. Bəzi hallarda ular həqiqi dostlarını düşmən dəb qaraydıgan, düşmənni bolsa dost dəb qaraydıgan əhvallar buldu. Yəni bir tərəfdən ular dostlar arasındakı yüzəgi kelişməsliklərini mübalağalaşdırıb düşmənlik ölçümüdə ölçəydi. Nəticədə ballar bilan çıxışalmay köp köngülsüzlüklərini tepib aldı. Axırda bunda əhvallar tərəqqi qılıb rəsmi düşmənlik kelib bardı. Ata-analarına baş ağrığı tepib berdigan, özümü xətərlik əhvalda qaldığan qarşılaşış payda buldu. Şunu ballarga ösmürlük dövrüdə düşmən və düşmənləşiş haqqında sözləməslik gerek. Çünki ösmürlük dövrüdə düşmən degan mövcud emas. Amma farzandlar yaşlıq dövrüge qadam qoyuş mezgilida ballarning nimaning haq, nimaning nahaq, nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini tunulashiga yordam berish bilan birga, ularda dost düşmənni to'g'ri farq etish angliqligini turg'izish kerak. Ballarni imkon bar kishilar bilan düşmənləşməslikka, kishilarni yaxshi sinab aralashishga, o'ziga düşmənni ko'paytib olmaslikqa, har qancha yomon niyatli kishilardan hoşyar bo'lishga ogohlantirib turish lozim. Hozir ota-onalarning eng ansiraydigan ishi ballarning yomon odamlarga aralashib qolib, yomon yo'lga kirib qilishi va yomon ta'sirlarni qabul qilib, normal turmush sizligidan chiqib ketishi, yomon odamlar bilan do'st bo'lib, uning kasobati bilan o'zlarini xarob qilishi. Chunki hozirgi jamiyatda ballarning xarakteriga eng ittik ta'sir qilayotgan omil jamiyat deb qarashga bo'ldi. Nəhayət yaxshi, oqumuşluq ailələrdə ösüb çoğ bolğanlar, ailənin yaxşı tərbiyəsini qəbul qılğan ballarmı nima üçün yomon ishlar bilan shug'ullandı, nima üçün qonun xiloflik qilib turmalarga tashlandı, nima üçün ichimlik chekimlikka berilib o'zini o'zi nobud qildi. Butun jamiyatning o'rtaq sadosi va ota-onalarning inkosi shuki, jamiyatdagi nachar illatlar, farzandlarning yomon, eski, axloqdan chetnigan, turmushga talabsiz, g'oyasiz, kayib sapa, o'yin tomoshani baxt deb qaraydigan nachar bolalarga aralashib qilib, ular bilan ham suhbat, ham tavoq bo'lishi, farzandlarning axloq chegarasidan chiqib ketishiga, yomon yo'l, yomon qo'ylarga berilib o'zini nobud qilishiga sabab bo'lyotidi. Qadimdan tortib Uyg'ur xalqi jamiyatning bolalarga bo'lgan ta'sirini ham bu to'g'ridagi tajriba saboqlarni ko'p to'plagan. Uyg'urlarda itqa aralashsang yeydiğinin poq degan tushuncha bor. Qozonga yo'liqsang qarisi yuqar, yomonga yo'liqsang yallisi degan tamsillarmi bor. Bu xalqimizning real turmush amaliyatidan yuklangan savqi. Bu to'g'rida ko'p qoida so'zlamasakmi, ota-onalar bu qonuniyatni to'liq tushundi. Bir hadisda bir odam bir jamoat bilan 40 kun birga yursa, shu jamoatning jumlasidan bo'ladi deyilgan. Bu ibora yuqorqi qonuniyatni izohlashga yetib oshidi. Ösmür ballar və yaşlar cəmiyyətin təsirini bək tez qəbul qılıb aldı. Ata-analar şuna ballarının kimlər bilan aralışıyotqanlıqıga, nəyə berib nədə turduğanlıqıga məsuliyyətçilik bilan göz qulaq bo'lish kerak. Bəzi ata-analar bu məsələyə yüzə qarab, bexəstəlik və bexəmlik qılıb,
Ballarga ko'p ishinib ketib, oxirgi hisobda barmoq tishlab qoladigan ishlar ko'p sodir bo'lyotidi. Qadrlik ota-onalar, mushu munosabat bilan sizlarga maslahat tariqasida beradigan tavsiyalarimiz mundaq. Kichik, oddiy ishlarga sal qarab, cho'ng mahrumlik yo'li qo'sh, ballarga haddidan ortiq ishinib ketib, zarur ogohlantirishlarni, dal vaqtida beradigan nasihatlarni berib turishga ancha ko'ngil bo'lmaslik sizlarga ko'targisiz kulfatlarni elib kelishga sabab bo'lib qolmasin. Buning uchun bunda bir qancha taraflarga ahamiyat berib qo'yguninglar tuzuk. Birinchi, farzandlar 15 yoshdan halqish paytlaridan boshlab, yurish turishlari, o'ltirish qopishlari, do'st yoralari ko'payishga boshlaganda, pat-pat kimlar bilan aralashayotganligini, nima ishlarni qilayotganligini, aralashayotgan do'stlarining tegi tagti, ota-onasining kim ekanligini surishtirib turing. Shuning bilan birga u bolalarning jamiyatdagi ta'siri, axloq fazilati to'g'risida kishilardan surishtirib ko'ring. Turmush tajribalarining isbotlashicha, farzandlarning yaxshi-yomon xarakterining shakllanishi ko'p hollarda aralashgan odamlarning xarakteri mijoz bilan munosabatli bo'ldi ekan. Bo'libmi bolalar texi mustaqil dunyo qarashga, kishilik qarashiga ega bo'lmagan vaqtlarda bunda ta'siri texi xarakterlik bo'ldi ekan. Yaxshi xarakterdagi adablik, qoida usullik bolalar ma'lum sabablar bilan jamiyatdagi yomon bolalar bilan aralashib qolsa, cho'qim ularning yomon ta'siriga uchraydi. Natijada xarakteri yomon taraf o'zgardi. Aksicha, qo'y payli eski bolalar yaxshi bolalar bilan bir mezgil birga tursa, adablik, qoida usullik bo'lib qoldi. Yusuf Xos Hoji bunda ta'sirni yomonlarga qo'shilma, kunlaringni yaxshilar bilan o'tkazgin, tuz agiriga qo'shilsa kunlari qariydi. Odam bolasi tug'ilishidan yaxshi tug'ildi. Yomonlarga qo'shilish bilan yomon xuy, yomon qiliqlarni yuqtirib oldi degan. Ikkinchi, siz bolalarni boshqarish, kontrol qilish, nariga borganligi, nada turganligini surishtirish huquqingizdan mahrum bo'lib qolmang. Ba'zi bolalar ota-onasi uning nega borganligini surishtirsa, "Chatqing nima? So'rab nima qilasan?" deb ochiqlaydi. Bunda chog'larda qattiqroq bo'lib, ota-onaning farzandlarining nima ish qilayotganligini surishtirish haqqi bor. Seningmi o'zingning nima ish qilayotganligingdan bizni voqiflantirish qarzing bor. Chunki biz sendan xotirjam bo'lib turishimiz kerak deb maqsadni aniq aytish lozim. Zarur topilganda tuvandagi mazmunlarda nasihat qilib turing. Nasihatdan namuna. Balam, ogoh bo'lgunki, turmush degan intayin murakkab. Odamlar texmi sirliq, jamiyat degan bir jangal. Uning ichida gul chechaklarmi bor, zaharlik tikanlarmi oz emas. Shuni saming silib qo'yayki, hayvonning olis teshida, odamning olis ichida bo'ldi. Sen yaxshi, durust odamlar bilan aralashqin. Yomon yo'ldagi, yomon qo'ydagi odamlardan o'zingni tortqin. Hech qanday odam sen o'zini men yomon odam deb oshkorlamaydi. Dunyodagi hamma odamlar men yaxshi odamman deb davolashadi. Shunga sen aralashayotgan odamlarning gap so'zining chiroyligligiga qarab emas, balki u odamning nima ish qilayotganligini, seni qanday ishga soya qilayotganligini o'lcham qil. Sen aralashayotgan odam durust niyatli odam bo'lsa, u seni hargiz yomon yo'lga boshlamaydi. Sana ziyonkashlik qilish, sendan foydalanish qasdidan bo'lmaydi. Yaxshi niyatli odam seni yomon yo'ldan to'sadi. Yomon xo'yliq, yomon yo'ldagi odam sana yomon, eski ishlarni, hatto jinoyat kelib boradigan ishlarni yaxshi ko'rsatishga tirishadi. Oqibatda balo-qazo to'g'riga tushib qolganligini sezolmay qolasan. Balam, sening jamiyatda kim bilan aralashish, kim bilan aralashmaslik huquqing o'zingning qo'lida. Seni hech kim majburiy vositalar bilan yomon ishni qilishga, o'zi bilan aralashishga zo'rlamaydi. Biz sening boshqalar bilan aralashishingni cheklamaymiz. Lekin yaxshi kishilar bilan aralashqin. Jamiyatda yaxshi bolalar bek ko'p. Yomon odamlarning qurboni bo'lib ketishdan hazar qil. Yomonning mungiz ichida balam. Zarur topilganda danishmandlarning muni turmush haqiqatini eskartib turing. Jahonda oltin narsaning yana oltin narsasiz bo'lishi mumkin emas. Bu dunyoning mili harakatsiz qo'lga kelmaydi. Xuddillar bilan birga bo'lmoq balosiz bo'lmaydi. Yomonlarga qo'shilmoq nadomatsiz bo'lmaydi. Bexildan tamaq qilmoq xorliqsiz bo'lmaydi. Har kishi dunyo mayxonasidan bir yutum mayni qo'lga keltirgan bo'lsa, u albatta mast va nopok bo'ldi. İnson beshini takabbur yoqasidan chiqardi. Har kimsa nafsi yo'liga qadam qo'ysa, u cho'qim halokat cho'nqurligiga tiqildi. Har qanday odam yomon va fitnaxo'rlar bilan birga o'tirsa, oqibat pushaymon qildi. Har bir nadomat, bexil va pastlardan manfaat izlasa, xor va e'tiborsiz bo'ldi. Kimki yomon odamlar bilan ulfatda bo'lsa, garchi ularning mijoz xulqini yo'qtirib olmading degan taqdirdami, yomonlar bilan bir yo'lda mangan ekansan,
u yomon odamlar bilan biri yo'lda mangdi degan batnoma qilasan. Agar sen maktabga borman deb maktabga mangsang, kishilar seni qavoxonaga boradi deb gumon qildi. Balam, to'g'ri yo'lda mangaman, xato yo'lda mangmayman, yaxshi odam bilan aralashmayman, yomon odamlarga qo'shilmayman deyish uchun kimning yaxshi, kimning yomon ekanligini bir qarashda bilgili bo'lmaganga o'xshash, nima ishning yaxshi, qaysi ishning xato, qaysi yo'lda mangsa to'g'ri, qaysi yo'lda mangsa xato bo'ldi degan masalani ro'shan farqlantirishmi o'ng'ay emas. Shu esingda bo'lsinki, yomon ishning eng yomoni seni mangulik kulfatga qo'ydigan xatolik, elga va vatanga osiylik qilib, vatan xalq oldida qora yuz bo'lishdir. İnsaniyet tarixida vatan, xalqqa osiylik qilgan va vafosizlik qilgan odam tarixdagi manfaati, razil nafsoniyati, o'tkinchi hayotini saqlab qolish badaliga vatan, xalqni zo'r ziyonlarga uchratishni ravo ko'rgan odam. U dunyo bu dunyo qora yuz bo'ldi. Buningdan boshqa har qanday bir shaxsning manfaatiga qasddan ziyonkashlik qiladigan ishlarning hammasi xato sharkat hisoblandi. Yaxshilik bilan yomonlikning orliqi faqat bir ikkila. Yomonlikning eg'ir yenikligi elga, jamoat aslahalariga va shaxsga solgan moddiy va ma'naviy ziyonning oz ko'pligini o'lcham qildi. Shunga xalqqa, shaxslarga ziyon solishga soya qilgan va shuning ishtirok qilgan har qanday odam sang do'st emas, balki ashaddiy dushmandir. Agar men yoki onang seni ashunday yomon yo'lga da'vat qilgudek bo'lsaqmi, darhol bizdan ota-bolalik munosabatni uzsangmi gunohkor bo'lmaysan. Alisher Navoiy bo'lmiz, "Menga jabri zulm qilsa faqat birla qatim faryod qilaman, agar elga jabri zulm qilsa, men qatir faryod qilaman" degan ekan. Yusuf Xos Hojib bo'lmiz nasihat qilib, "O'zingning manfaatini o'ylamay, avval elning manfaatini o'yla. O'zingning manfaati elning manfaati ichida bo'ldi" degan ekan. Elga qilgan ziyonkashlik amaliyotda o'zingga qilgan ziyonkashlik bo'ldi balam. Shunga elning ziyniga, shaxslarning ziyniga boshlagan odamlar bilan aralashma. Ularning ziyonkashlik qilishni odamiylik g'ururing bilan to'sqichi qo'rg'on bo'l. Boshqalarning yomon ish qilayotganligini ko'rib turib, uning qarshi turmagan va uning tanbeh qilmagan odam yanala jinoyatkor hisoblandi. Balam, aman eson bo'lay desang, ich-siringni har qanday odamga aytquchi bo'lma. Kishilarning orasida mamandonlik qilib po atma. Dushmanlik bo'lib qolsin. Dushmandan hargiz yaxshilik kelmaydi. Do'stlar orasidami ozroq bo'shliq qolgan yaxshi. Har qanday yaqin do'stingning mehribonligi o'zingning o'zingga bo'lgan mehribonligidek shirin bo'lmaydi. Agar do'stingning ko'ngli sendan sunsa, dushmanlik dubulg'isini kiyish mumkin. Bu chaqda ro'zg'oring oromlik lazzatidan mahrum bo'ldi. Kunlaring tinsizlikqa, turmushing betoblikqa tutib, har qachon ziyondan xoli bo'lolmaysan. Balam, endi qanday odam oson dushmanlik bo'lib qoldigandi deb so'rasang, shuni deymanki, fazilati yuqori, bilim shuhrati ustun, jamiyatdagi o'rni, ta'sir kuchi zo'r bo'lgan odam ko'p dushmanlik bo'ldi. Chunki dushmanlik foyda manfaati ko'rolmaslik, o'ti va yetisholmaslik zahridan sug'urilgan tig' bo'lib, ehtiyot qilqini tutmasang, ko'ksing dushman o'qiga nishon bo'lib qoldi. Yomon, keraksiz odamning dushmani bo'lmaydi. Keraksiz odam o'lik bilan barobar. Yomon odamning o'ziga dushman. Iloj bor kishilar bilan dushmanlashma. Dushmanlik bo'lgan bo'lsang, hargiz qo'rqma. Biroq ho'shiyorlikni bo'shashtirib qo'yma. Bo'libmi hasadxo'rlarning zaharli ko'zidan o'zingni pinhon tutqaysan. Hasadxo'r odam boshqalarning baxtidan qizg'anadi va begunoh bandalarni dushman tutadi. Hasad o'ti bilan kuydirib kul qilmoqchi bo'ldi. Sen har qancha pok, durust bo'lsangmi, hasadxo'rlarning, fitna fasodchilarning damiga tushib qolsang, ziyon tortmay qolmaysan. Balam, ehtiyot qilqinni tashlama, dushmaning ojizligini bilib qolmag'ay. Sening mardliging, botirliging qabih yo bilan elish jarayonida sindi. Mardni maydonni sina degandek, dushmanlik raqobati bo'lmag'icha mardligingni kim bo'ldi? Biroq dushmanni ojiz, o'zingni kuchli chaqlab, tayyorliqsiz turma. Dushman siringni bilib olsa, kuni tug'ildi. Ojizliklaring uningga ko'p yordam qildi. O'z dushmani oldida bechor ahvolga tushib qolgan odamning kunining qanchalik qor bo'lganligini tasavvur qila olmaysan. Ko'rdingmi? Chivimmi pilning yo'g'on dushmani bo'ldi. Ular to'plashib chiqavergandan keyin pilmo sakrab ketdi. Shunga dushman tayoq tutsa, sen qalqon va nayzi bilan taqobil tur. Ogoh bo'lginki, do'sting dushmaniga aylanib qolmag'ay. Yeningdan chiqqan dushman har qanday kuchli dushman qilolmagan ziyonkashlikni qila oladi.
Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 15 bobining to'liq mazmuni o'qib tugatildi. Davomini huzuringlarda bo'ldi.